Xitoyning zulmidan qochib Sharq Turkistondan hijrat qilib chiqqan Uyg'urlar chet ellardami Xitoyning turli tahdid va besimlarga duch kelmoqda. Shuning bilan birga ba'zi davlatlarning Xitoyga yantayoq bo'lib Uyg'urlarni qaytarib berishmi boshqa bir andish paydo qilmoqda. Chet elda bu xil qismatga duchor bo'lgan Uyg'urlardan biri 2021-yil 7-oyda sayohat vizasi bilan Marokashga borgan Uyg'ur Idris Hasan bo'lib, u hozirgacha Marokash turmasida tutib turilmoqda. Xalqaro kechirim tashkiloti 20-yil bayonot e'lon qilib, Marokash doiralarini Idris Hasanni qo'yib berishga chaqirdi va uning Xitoyga qaytarilsa hayotiy tahdidga uchraydiganligini ta'kidladi. Xalqaro kechirim tashkilotining O'rta Sharq va Shimoliy Afrika rayonlik amaldorining ijtimoiy aloqa to'g'risida qilgan bayonotida Idris Hasanning Marokashda tutib turilayotganligiga 2 yil bo'lganligi ta'kidlangan. Bayonotda Idris Hasan Xitoyga qaytarilish xavfida bo'lib, agar qaytarilsa qiyin qistoq va o'lim xavfiga duch kelishi mumkin. Shunga biz Marokash doiralarini uni qo'yib berishga chaqiramiz deyildi. Xitoy doiralari Sharq Turkistonning Jemine nahiyasidan Qozog'istonga o'tadigan chegara eg'izini qayta ochgan. Xitoy xabarlar to'rining 17-iyuldagi xabarda oshkorlanishicha, doirlar Sharq Turkistonning Jemine nahiyasi tamojnasida chegaradan kirib chiqish, yo'lovchi tutish va tamojnadan o'tkazishni rasmiy asliga keltirgan bo'lib, tunji qatam 140 dan ortiq yo'lovchi chegaradan o'tgan. Egilnishicha, doirlar ilgari atalmish virus yuqumining oldini olish bahonasi bilan Sharq Turkiston xalqining chet eldagi tuqqanlar bilan aloqa qilishini cheklash uchun bu punktni taqib olgan va xalqaro jamiyatning qattiq tanqidiga duch kelgan edi. Navbatda Xitoy bu punktni xalqaro jamiyatda o'zini oqlash hamda Sharq Turkistonda ijro qilgan jinoiy qilmishlarni yoshirish maqsadida qayta ijratgan. Xalqaro xabarlar to'rining xabarida bildirilishicha, Amerika Avstraliyani o'z ichiga olgan 13 davlat bilan 21-iyuldan boshlab Avstraliyada 2 haftalik davlat xalqaro birlashma harbiy manevr boshlagan. Reuters agentligining xabariga asoslanganda, bu manevrga qatnashgan davlatlarning Xitoyning Hind okeani oldida konsert keskinlashayotgan pozitsiyasi oldida o'zlarining kollektiv kuchi va ittifoqlik kuchini namoyon qilish usulining biri ekan. Bu manevrning ismi Talisman Sabar bo'lib, bu xil Xitoyga qarshi kuch ko'rsatish 2005-yilda boshlangan va har 2 yilda bir qatam o'tkazilib kelgan. Misr prezidenti Abdul Fattah as-Sisi ma'muriy buyruq bilan Amir al-Hamamini Misrning Anqarada turishliq bosh elchisi qilib tayinlagan. E'linishicha, bundan burun Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'anning imzosi bilan rasmiy gazetda e'lon qilingan qaror bilan Salih Muhtashan Turkiyaning Qohirada turishliq bosh elchisi bo'lib tayinlangan. Israiliyada 10,000 fidai zapas askarining bosh ministri Benyamin Netanyahu hukumatining adliya organlarining huquqini cheklaydigan qonun belgilamalariga qarshi armiyadagi vazifasidan istifa beradiganligini e'lon qildi.